Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi eshiklarimiz xudo xohlasa 4 kira bo'ldi. Eshiklar bilan bir qator tanishtirib o'tamiz. Sakettik eshigimiz karashinli variantda bo'ldi. Karashinli variantda kalyonli aynalislar bilan neobishni ishlab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Dört eşik anlatıp verdik xonadonimizga. Eshigimiz 08'lik NDF'dan krashinli bo'lib ishlangan. Aynalistlari kalyonli aynalislar bo'ladi. Yana tushadi atib, orqalarida borkalar bilan ishlaganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Ishimizdan bo'lib chiqdi xudo xolasa. Kulakları, eshigimizning zamoqlari o'zini ko'rsagan bo'lib. Uyimizning remontamiz o'zini ko'rsatadi. Mening shu bolani uyi. Uyimizning remontlaridan biri chiroyli bo'lib turibdi. Eshigimiz arka tomonlari. Arkasi elde bir kuy bo'ladi. NDF krashinli bo'ladi, jemish qurib ishlab beramiz. Laminat emas, ahamiyat berasa sho'rni. Mana shunday sifatli ishlarga kerak bo'lsa, mo'rjataverasizlar. Yana xonadonimizdan kelgandan ham tafsilotni olamiz. Eshiklar yaktimi aga? Eshiklardan zo'r. Qaladingizmi? Xudo xolasa bir yilgacha servis xizmatlari bor. Любое время telefon uraverasiz. Eshikda bir yer naytami, boshqa ishatami telefon urasiz. Xudo xolasa 4 yil o'tganimizda ketganimizda usunib ketib taxlab beramiz. Kimiz chiqadi bo'lsa. Shu ketgan bilan ketib qolmaymiz, usunib ketib bo'ldi. Xudo xolasa telefon nomerlar ishlab turadi. Nasa xonadonimiz. Ularni yaxshi kun bo'lsa xonadoningizda. Nasa rahmat ag'asidan. Bergan pullaringizga rozi bo'lasiz. Yaxshi kunda ko'rishamiz.